Mu'ta urushi. Bu urush musulmonlarning Rasululloh hayot vaqtida elib borgan eng cho'ng qurolliq elishishi va eng ig'ir qonliq to'qinish hisoblanadi. Shundaqla dunyo xristian mamlakatlarini fath qilishning oldingi tayyorligi va bishorat signali hisoblanadi. Vaqa Hijrining 8-yili Jumadiyul avvalda yuz bergan. Ya'ni milodiy 629-yili 8-oy yoki 9-oylarga to'g'ri keladi. Mu'ta Shamning Balqa degan yeriga yaqin kent bo'lib, Mu'ta bilan Baytul Muqaddasning oraliqi 2 kunlik safar deb qaraladi. Urush harpisi. Mu'ta urushining yuz berish sababi mundaq bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom o'zining Busra valisiga yo'llagan maktubini Haris ibn Umayr Azdidan avatgan edi. Elchi Sham zaminiga qadam bosgan kuni Shurahbil ibn Amirul G'affari shu vaqtda Rumliqlarning Sham zaminiga qo'ygan qo'rchoq valisi edi. Uning oldini to'sib chambarchas bog'lavatdi va o'z qo'li bilan chepib tashladi. Albatta, elchi va vakolatchilarni o'ldirish eng qabih jinoyat hisoblanadi. Balki elchilarni o'ldirish oshkora jang e'lon qilganlikni besib tushirdi. Har holda bu xabar Rasulullohga anglanib edi, u intayin qayg'urdi va g'amga patdi. Shunga u darhol 3000 kishilik qo'shin tashkillab, urush tayyorligini bitkizdi. Bu Ahzab urushidan keyin tashkillangan eng cho'ng islom qo'shini hisoblanadi. Qo'shin sarkartilari va Rasulullohning ularga tavsiya qilgani. Rasululloh bu qo'shinga Zayd ibn Harisni amir qilib tayinladi va Zayd o'lib ketsa, Ja'far amir bo'lsin. Ja'farmi o'lib ketsa, Abdullah ibn Ravaha amir lashkar bo'lsin dedi va o'z qo'li bilan to'q qadab Zayd ibn Harisga tutqizdi. Alamning rangi oq edi. Qo'shin yo'lga chiqish oldida Rasululloh ularga sizlar Haris ibn Umayr Azdi o'ltirgan joygacha berib, shu yerdagilarni islomga da'vat qilinglar. Ular qabul qilsa o'z dali, navoda qabul qilmasa Allohdan madad va yordam tilab urush qilinglar deb tavsiya qildi. U yana chekilib Allohning ismi bilan Alloh yo'lida Allohga inkor qilganlar bilan urush qilinglar. Ahdiga xiyonat qilmanglar, o'liklarni parchalab tashlamanglar. Balalar va ayollar va holidan ketgan qeri cho'rlarni, chirkovda ibodat bilan mashg'ul bo'layotgan obid zohidlarni o'ltirmanglar. Mevalik dal-daraxtlarni kesmanglar, qal'a va qurilishlarni buzib chaqmanglar dedi. Qo'shinning musulmonlar bilan xo'shlashgani va Abdullah ibn Ravahaning yig'isi. Qo'shin yo'lga chiqish oldida butun Madina aholisi jam bo'lib, qo'shin sarkarlariga xayrlik bilan duo qilishdi va ularga salom sihat tiladi. Bu chaqda qo'shin sarkarlaridan biri bo'lgan Abdullah ibn Ravaha yig'lab tashladi. Kishilar uningdan nimaga yig'laysan deb so'ragan edi. U Alloh bilan qasam qilamanki, dunyoning muhabbatidan va yoki sizlardan ayrilishga ko'zim qiymaganlikdan yig'laganim yo'q. Faqat men Rasulullohning Qur'ondagi davzoqni aslatadigan bunu oyatni tilovat qilganligini anglagan edim. Sizlarning ishinglardan davzoqqa bormaydigan biror kishimi qolmaydi. Bu Parvardigoringning o'zgarmas hukmidir. Sura Maryam 71-oyat. Men davzoqqa berib bo'lgandan keyin qandoq yenishimni bilmayman dedi. Shunga musulmonlar ularga sizlarga Alloh hamroh bo'lg'ay. Alloh sizlarning zafar quchib kelishinglarni oson qilg'ay deydi. Qo'shin qo'zg'aldi. Abdullah ibn Ravaha tövəndəki misralarını moңluq ahangda o'qib mağandı. Lekin men ham tilayman Alloh tomon yuzlanib, qattiq qo'lliq bo'lishni yov pushtiga atlatib, nayzi ursam mardona margan kabi chan bilan, temir shoxliq po'r ko'tak yerga tushgay maqlanib. Shahid bo'lsam degaylar, qabram boshi kelganlar, Xudo rozi g'ozisan al qalbiga aslanib. Qo'shin Madinadan qo'zg'alib chiqib edi, Rasulullohmi ularni uzitib Saniyatul Vida degan yergacha chiqdi va mushu yerdan to'xtab qo'shin bilan xo'shlashdi. Qo'shinning nishonga qarab ilgirlaganligi va kutilmagan ahvolga duch kelganligi. Qo'shin shimolga qarab davomli olg'a ilgirlab, Hijozning shimol qismiga tutishadigan Sham, ya'ni Suriya zaminidan Ma'on degan yerga tushdi. Va bu yerda egilgan axborotdan ma'lum bo'ldiki, Rum podshohi Iroqli 100 ming kishilik qo'shin bilan Rumdan Balqoning Ma'ob degan yeriga kelib tushibdi. Va yerlik Lahma, Jozam, Balqin, Bahram va Balli qatorliq arab qabilalaridan yana 100 ming kishilik yollanma qo'shin qo'shilibdi degan xabar jazmlashdi. Ma'ondagi harbiy kengash. Musulmonlar bu Iroq elda muncha ko'p son-sanoqsiz dushman bilan ushtumtut tutishib qolarini o'zining harbiy strategiya planiga kirgizmagan edi. Amdilikda bo'lsa 3000 kishilik bu qo'shin son-sanoqsiz ashu 200 ming zo'r qo'shinga oqibatni o'ylamayla qaramliq bilan hujum qilish kerakmi yoki qaytib ketish kerakmi? Musulmonlar nima qilarini bilolmay Ma'onda 2 kun turib, ko'z oldidagi ahvollarni muzokara qildi va urushning keyingi oqibatini tasavvur qildi.
Oxiri ular har taraflama kengayishgandan keyin Rasulullohga xat yozib, dushmanning ahvolini xabar qilayli. U bizga harbiy kuch bilan yordam berar yoki o'zi chaqlab bir ishga farmon qilar. Biz shuni ijro qilarmiz deyishdi. Lekin qo'shin rahbarlaridan biri bo'lgan Abdullah ibn Ravoha bu fikrga qo'shilmadi. U ko'pchilikni ilhomlantirib, "Ey musulmonlar jamoasi, hozir sizlarga yoqmayotgani dal sizlar izlab chiqqan heliqi Allohning yo'lida shahid bo'lish emasmi? Biz dushman bilan qurol-yaroqqa, harbiy kuchimizga va yoki son suhbatimizga tayinib urushmaymiz. Balki Alloh bizni hurmatga sazovor qilgan mushu dinimiz bilan urushimiz. Jangga otlanayli. Bizni cho'qim ikki yaxshilikning biri kutib turdi. Zafar yoki shahidlik", dedi. Ko'p talash tortishlardan keyin maslahat oxiri Abdullah ibn Ravohaning fikriga tayin topdi. Qo'shin dushman tarafga otlandi. Musulmonlar qo'shini Ma'anda 2 kun turgandan keyin yana qo'zg'alib shimolga qarab ilgirladi va Balqa chegarasiga borganda Iroqli qo'shini bilan uchrashdi. Dushman taraf nihoyat qattiq qaybi bilan devaylab kelmoqda edi. Musulmonlar darhol Mu'tadga qaytib, u yerda harbiy gazarma ta'sis qildi va jiddiy urush tayyorligini puxtaladi. Qo'shinni qayta rakka solib, o'ng qanotga Qutba ibn Qatada, so'l qanotga Ubada ibn Malik Ansariyni qo'mondon qilib tayinladi. Urushning boshlanishi va amirlarning navbat bilan vazifa o'taganligi. Mushu yerda, ya'ni Mu'ta degan yerda ikki taraf tutishib qoldi. Hash-bash degicha shiddatli qiralashma jang boshlanib ketdi. Musulmonlarning 3000 kishilik qo'shini Iroqlining 200 ming kishilik muntazam qo'shiniga taqobil turishga to'g'ri kelgan edi. Mislsiz urush. Odamning ishongusi kelmaydi, lekin iymon ruhi ne ishlarni qila oladi. Alamni tunji qitimliq urushda Rasulullohning amroq odami Zayd ibn Haris ko'tirib, intayin jasurlik bilan va mardonlik bilan urush qildiki, hech qanday bir palvon yoki botir azmatda unda qahramonlik jasorati tepilmaydi. U urushib, oxir uning butun badaniga dushman nayzlari go'yo tikandek sanjilib ketgandan keyin ondan yiqildi. Shuning bilan alamni Ja'far ibn Abu Talib qo'liga ilib, tangdoshsiz botirlik va mislsiz shijoat bilan urushdiki, jang rosa qizib yuqori pallaga ko'tarilganda, u miniyotgan qizil etidan sakrab tushib, uning bo'ynini uzivatdi. Ondan jang qaynog'iga kirib, urushib, oxiri alam ko'targan o'ng qo'li kesilib ketdi. Bu chaqda u alamni darhol so'l qo'liga ilib, ching tutib qad ko'tarib turdi. Oxiri so'l qo'limi kesib tashlandi. Shuning bilan u alam qadisini bo'yni bilan qisib, uni qad ko'tartib turgan edi, oxiri beshimi uzib etildi. Aytishlari qaraganda Rumliklardan biri Ja'farga qilich urib parchalab etgan. Hadisda Alloh Ja'farga yilqi 2 qo'lining badaliga jannatda 2 qanot ato qildi. U bu 2 qanoti bilan jannatning xohlagan yerida uzidi, deyilgan edi. Ham shu sababdan uni Ja'far Tayron, ya'ni qo'sh qanotliq Ja'far deb atagan. İmam Buxoriy Nafi'dan u Ibn Umardan naql keltirgan hadisda Ibn Umar uningga mundaq deb hadis so'zlab bergan. Shu kuni Ja'farning shahid bo'lib ketgan jasadini o'z ko'zim bilan ko'rgan edim. Uning badanida 50 necha yerda qilich va nayzining izi bor ekan. Ammo uning keyini tarafida bir mujarohat izi yo'q ekan degan. Yana bir rivoyatda Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq degan. Bu qitim g'azotga men qatnashgan edim. Urushdan keyin Ja'far ibn Abu Talibni izladik. Oxir uni o'liklar orasidan topdik. Uning jasadida 90 necha yerda qilich va nayzining jarohat izi bor ekan. Yana bir rivoyatda Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deb qo'shib qo'ygan. Elqi jarohatlarning hammasi uning oldi ko'krak qismida ekan. Demak, Ja'far ibn Abu Talib mana mushundaq shijoat va jangovarlik ruhi bilan urushib, oxir shahid bo'lib ketgandan keyin alamni Abdullah ibn Ravoha qo'liga ilib etiga mindida dushman tarafga etildi. U otdan tushishga bir tamchilik bo'lib, yana bir oz ikkilandi. Ondan u yana qat'iy iroda kelib, tuvandagi misralarni qilich qalqan ovoziga tankash qilib o'qidi. Qasam qildim Abdullah etil dushman tomonga. Mayli xolama tushkin cho'qim maydonga. Yavlar tursa oldingda cho'qon selib jahonga. Shahid bo'lib kirmamsan jannat degan makonga. Ondan u otdan tushdi. Qo'shinda Abdullahning bir navri tuqquni bor ekan. U bir parcha pishiq go'shtni tanlab, "Qarindishim, ol, bu go'shtni yeb ol. Bir qancha kundan beri sen och qolding" degan edi. Abdullah uning qo'lidan go'shtni elib, bir ikkini tishladi-da, pak qilib yerga etib etib, shamsharni pulangitib dushman tarafga etildi va ajoyib botirlik bilan urushib, oxiri shahid bo'ldi. Musulmonlarning alimi Allohning qilichlaridan bir qilichning qo'liga o'tdi. Abdullah ibn Ravoha yiqilgandan keyin
alamni Bani Ajlan qabilasidan Sabit ibn Qays ismli bir kishi elib egiz ko'tirdi va ey musulmonlar, oranglardan bir kishini qo'mondonlikqa ko'rsatinglar dedi. Qo'shin ahli sen qo'mondon bo'lg'in degan edi. Sabit men aplashtirolmayman deb turib oldi. Shuning bilan musulmonlar Xolid ibn Validni qo'mondonlikqa saylab chiqdi. Xolid ibn Valid alamni qo'liga olgandan keyin qo'shinni qaytarib kelib, qo'shinning jangovarligini oshirib, dushmanga qaqshatqush zarbalarni berdi. Imom Buxoriy Xolid ibn Validdan naql keltirgan bu hadisda mundaq degan: Mu'ta urushida mening qo'limda 9 qilich sunib ketdi. Oxiri Yamanda so'qtirilgan birli qilich bardoshlik beradi. Yana bir iborada Mu'ta urushida mening qo'limda 9 qilich sunib ketib, oxiri birli qilich payladi degan. Payg'ambar alayhissalom Mu'ta urushining ahvolini jang maydonidan xabar yetib kelishdan burunla vahiy orqali al-jamoatga uqtirdi. U mundaq dedi: Alamni Zayd tutgan edi, shahid bo'ldi. Ondan Ja'far tutgan edi, umi shahid qilib etildi. Oxirida Abdullah ibn Ravaha tutgan edi, umi shahid qilib etildi. Rasululloh mushularni da'vat etib, ko'zlaridan taram-taram yosh to'katdi. Ondan alamni Allohning qilichlaridan bir qilich qo'liga olgan edi, Alloh uning bilan qo'shinga nusrat ato qildi dedi. Urush to'xtadi. Musulmonlar ana shundoq jasorat va darajadan tashqari qahramonlik bilan jon pido qilib urushgan taqdirdami, sonining chekligi tufaylidan dushmanning odam dengizini tashkil qilgan zo'r qo'shinning hujum to'lqini oldida bardoshlik berilishi va yoki ularning changilidan bexatar qutulib chiqa olishi natoyin edi. Dal mushundaq halqiliq paytda musulmonlarning bu yangi qo'mondoni Xolid ibn Valid musulmonlarni o'zlari ketkizib qo'ygan ojizlik nuqtasini qutuldirishda o'zining yuqori jang mahoratini va yetishgan harbiy iqtidorini joriy qildirdi. Bu qitim qayta tashkillangan qo'shin qandoq usulda urush qilganligi to'g'risida aniq bir ma'lumot yo'q. Biroq bu vaqtdagi rivoyatlarning tafsilotiga inchikilab nazar solganimizda shu ma'lum bo'ladiki, Xolid ibn Valid qo'mondon bo'lgan tunji kuni Rum qo'shinining shiddatli hujumi oldida qaysarlik bilan jang qilib, xili yaxshi unum qozongan bo'lsa-mu, uning butun Asiyada qanday qilib musulmonlarni sog'-salomat qaytarib ketish uchun Rumliklarning qalbiga vahim tashlab, ularning qo'g'lab zarb berishining oldini olgani bo'ladigan unumli bir chora-tadbir ustida jiddiy izlanayotdi. Chunki dushman taraf davomli qo'g'lab zarba bergan ahvolda musulmonlar qo'shinining dushmanning changalidan qutulib chiqa olishi tezki to'xtaydi. Shunga u ikkinchi kuni saharda qo'shinni qayta tashkillab, ularni qayta safarbarlikka chaqirdi. Qo'shinning orqa saf mudofaa qismini oldingi safga, o'ng qanot qismini so'l qanotga almashtirib, qo'shinni yangi bir tusga kirgizdi. Dushman taraf musulmonlarning har qaysi saflaridagi bu yangi muntazam jangovar qo'shinni ko'rib, vaqtdan qilishdi va musulmonlarga yordam kepti deb o'ylab o'z ara sarosimiga tushdi va put-qo'llarini titrak bosdi. Bugun atiganki urushda ikki taraf bir soatdak urushgandan keyin Xolid ibn Valid qo'shinni jang safi intizomiga buzmagan holatda asta-asta orqaga chekinishga buyurdi. Rum doiralari musulmonlarning intizom bilan chekinayotganligini ko'rib, ular bizga hili ishiltiyotdi. Bizni cho'lga agashtirib chiqib, har tarafdan qurshab yo'qotishni planlayotdi deb o'ylab orqadan qo'g'lashni to'xtatdi. Mana mushundaq qilib Rum doiralari musulmonlarning keyindan qo'g'lashdan ayminib, o'z joyida to'xtab qolishdi. Musulmonlar bo'lsa davomli bexatar chekinib, oxiri Madinaga qaytib kelishdi. Ikki tarafdan chiqim bo'lganlar. Mu'ta jang maydonida tunji urushda musulmonlar tarafdan 12 odam shahid bo'lib ketdi. Ammo dushman tarafdan o'lganlarning soni aniq emas. Biroq jangning tafsilotiga cho'nqur nazar solib ko'rganimizda, ulardan o'lganlarning soni xili ko'pdek qiladi. Mu'ta urushining tarixiy ahamiyati. Musulmonlar bu qitimqi urushda garchi ig'ir badal to'lab turib, ko'zlagan intiqom olish maqsadiga yetalmagan bo'lsa-mu, lekin bu urush musulmonlarga yuksak obro'y, yaxshi nom elib keldi. Bu urush butun arablarni hayronlikqa soldi. Chunki ayni davrda Rum davlati yer sharidagi darajadan tashqari jahongir va eng kuchli zo'migar mamlakat edi. Arablar Rumliklar bilan put tepishish, o'z putiga o'zi palto solganlik va o'zini o'zi o'limga tutib berganlik deb qaraydi. Shunga bu 3000 kishilik qo'shinning go'yo odam dengizini shakllantirgan 200 ming jangchisi bor bir qo'shinga jang e'lon qilib, bir qancha maydon tutishib, ondan yana tilga olgudek ig'ir chiqim tortmay, omon eson qaytib kelganligi jahon ajoyibotlaridan bir mo'jiza hisoblanadi. Bu urush yana xalqi olamga musulmonlar, butun arablar va jahon xalqi taniydigan holatdan boshqa bir xislatga ega xalq ekan.
ularga Allohning dargohidan haqiqatan zo'r yordam va madad keladigan va musulmonlarning rahbari Muhammad sallallohu alayhi va sallam barhaq Allohning payg'ambari ekan deganni jakarladi. Şunu biz bunundan ilgiri musulmonlarga qarshi isyon ko'tarib yuradigan ayrim jidalxo'r o'ktam qabila va aymoqlarning bu urushdan keyin o'zligidan islomga moyil bo'lganligini, natijada Bani Sulaym, Ashja'a, G'atfon, Zabiyon va Fazara qatorli qabilalarning bir butun islomni qabul qilib, Madinaga el bo'lganligini ko'ramiz. Shuningdek, bu urush yana Rumliklar bilan bo'ladigan qonliq to'qinishning tunji muqaddimasi. Musulmonlarning Rum mamlakatlarini fath qilib, kelgusida Iroq ellarning bo'ysundirganligining muqaddimasi va oldin tayyorlik xizmati bo'lib qoldi. Zatus Salasil qo'shini. Payg'ambar alayhisalom Sham tavaliki chegara bo'ylarida o'ltirishliq arab qabilalarining Mu'ta urushida Rum doiralari bilan bir tam turib, musulmonlarga qarshi jangga qatnashgandek aksiyatchil maydonini uqqandan keyin bundaq zo'r qo'shinning qayta to'planmaslik uchun Rumliklar bilan ular o'rtasida sovuq munosabat paydo qiladigan, aksicha ular bilan musulmonlar orasida do'stlik rishtasi o'rnatadigan aplik chora-tadbir qo'llanishining zarurligini his qildi. Şuna u Mu'ta urushi oyoqlashgandan keyin uzun o'tmay, ya'ni Hijriyaning 8-yili Jumadiyal Uxra oyida yuqorqi planini o'rinlashtirish uchun Amr ibn Asni tanladi. Chunki Amrning cho'ng onasi yuqorida tilga ilingan Balli degan joydan edi. Yana bir iborada aytilishicha, axborot yetkazuvchilar Qozoa qabilasidan bir turkum kishilar to'planib, Madina atrofiga hujum qilish ko'ydi bo'lib o'tibdi degan ma'lumotni yetkazgan edi. Shunga Rasululloh Amr ibn Asni shu yerga avatdi deyilgan. Balkim ikki ish bir kelib qolgan bo'lsa kerak. Har holda Rasululloh Amr ibn Asqa bir dona oq alam va uningga yondashtirib, yana bir dona qora alamni tutqizib, muhojir va ansorlarning peshqadamlaridan 300 kishi bilan yo'lga soldi. Qo'shinda 30 otliq bor edi. Rasululloh Amrni u besib o'tadigan yo'l bo'yidagi Balli, O'zra va Balqin aholilarini yordamga chaqirishga buyurdi. Amri yo'l bo'yi kechasi yo'l yurib, kunduzi yo'shirinib mengib dushmanga yaqinlab kelganda ularning sonining ko'p ekanligini uqdi. Shuning bilan u Rafi'a ibn Makkis Juhaynini keyniga yondirib Rasulullohdan yordam so'rashga avatdi. Buningga asosan Rasululloh Abu Ubayda ibn Jarrohni 200 kishiga bosh qilib Amr ibn Asqa yordamga avatdi. Bu qo'shinga Rasululloh muhojir va ansorlarning peshqadamlarini, jumladan Abu Bakri va Umar ibn Xattob qatorliq sahobalarni saplab berdi. Qo'shin yo'lga chiqish oldida Rasululloh Abu Ubaydaga tapilib, tez yo'l yurib, Amrga yetishib olib, ikkalan bir niyat bir maqsadda jang qilinglar, ixtiloflashmanglar dedi. Abu Ubayda Amrga yetishib olgandan keyin bir namozda imom bo'lmoqchi bo'ldi, lekin Amr ibn As uningga "Sen degan menga yordamga kelgan. Qo'shinning mas'uliman. Shunga sen menga iqtido qilishing kerak" degan edi. Abu Ubayda ma'qul bo'ldi. Uningdan keyin qo'shinga Amr ibn As namoz boshlab o'qib berdi. Yordamchi qo'shin yetib kelib, qo'shin tashkillanib bo'ldi. Amr qo'shinni boshlab davomli ilg'irlab, Qozoa qabilasining zaminigacha bostirib berib, yerlik aholilarni bo'ysundirib, ularning zaminining eng chet yiroq joylarigacha ot choptirdi. Shu jarayonda u bir to'p sayoq qo'shin bilan tutishib qilib, birli hujum bilan ularni tarmar qildi va Avf ibn Malik Ashja'ini Rasulullohga xabar yetkazish uchun Madinaga yo'lga soldi. Avf nihoyat tez yo'l yurib, Rasulullohga qo'shinning sog'-salomat qaytganligini va jang g'alabasini yetkazib, uni xotirjam qildi. Zatus Salasil Vodil Qur'onning u chetiga joylashgan bir joy bo'lib, Madina bilan bo'lgan orliqi 10 kunlik musofa edi. Ibn Isoq musulmonlar bu qitimqi yurishda Jozam qabilasining Salasil deb atiladigan bir suv bo'yiga tushib, bargoh tikkan bo'lg'achqa, bu qo'shin Salasil egillari degan ma'noda Zatus Salasil deb atalgan dedi. Abu Qatada qo'shini. Xuzra degan joyga avatilgan bu qo'shin Hijriyaning 8-yili Sha'ban oyida avatilgan edi. Sababi Bani G'atfon qabilasidan bir to'p kishilarning Xuzra, ya'ni Najd tavalikidagi Bani Muharib qabilasining zaminiga to'planib olganligi anglandi. Shunga Rasululloh Abu Qatada radhiyallohu anhu ni 15 kishiga bosh qilib, ularni tarqitib etishga avatdi. Abu Qatada belgilangan joyga yetib berib, qarshilik ko'rsatganlarni o'ldirib, taslim bo'lganlarni qoldirib, nurg'un o'lja va g'animatlarga erishdi. Madinadan ayrilib, 15-kuni sog'-salomat qaytib keldi.
fajakan bu din uchun Rasululloh